Assalomu alaykum, Janomi tikuv mashinasi qiziquvchilari. Bugun sizlarga ushbu Janomi tikuv mashinamizni to'g'ri foydalanish, choklari, iplarni o'tkazish hammasi bo'yicha to'liq video qilib beramiz. Xo'p, Janomi tikuv mashinalarida har xil modellari bo'ladi, lekin funksionallik jihatdan hammasi bir-biriga o'xshab ketadi. O'shaning uchun men sizlarga bugun 3 ta rubinlikli Janomi tikuv mashinamizni ko'rsatib berishga qaror qildim. Ushbu Janomi tikuv mashinamizning modeli TS1218. Ushbu mashinamizda 18 xil ko'rinishda chok mavjud va undan tashqari petla tugma ochish xususiyatlari ham bor. Ushbu mashinamizda 3 ta rubinlik mavjud. Har bir rubinlikni o'z vazifasi bor. Birinchi rubinlik chokdan chokka o'tkazish vazifasini bajaradi. Ikkinchi rubinligimiz chokini yirik yoki mayda qilish vazifasini bajaradi. Uchinchi rubinligimizga keladigan bo'lsak, bu zigzag choklarda sizga yordamchi bo'ladigan rubinlik hisoblanadi. Zigzag choklaringizni katta yoki mayda qilib ishlashingizda bu rubinlikdan foydalanasiz. Xo'p, tikuv mashinamizda ikkita bobina stoyka mavjud. Birinchi bobina stoykamiz mashinani tikish jarayonida shu bobina stoykadan foydalanamiz. Ikkinchi bobina stoykadan shpulaga ip o'rash uchun bu joy orqali shpulaga ip o'rab olamiz. Undan tashqari ushbu tikuv mashinamizga choklarni yorqin ko'rishingiz uchun ushbu joyda LED lampa o'rnatilgan. Mashina 220 quvvatda ishlashga mo'ljallangan. Endi sizlar bilan tikilish jarayonlarini ko'rib chiqamiz. Mashinamizda ip o'tkazish uchun sizni mashinada tikuvchilar uchun ajoyib qulayliklar yaratilgan. Ko'rayotgan bo'lsanglar, bu joyda va bu joyda har bir ketma-ketligini strelkalar ip 1, 2, 3, 4 raqami bilan belgilab qo'yilgan. Misol uchun, birinchi ip bu joyga qo'yildi, strelka bo'ylab harakatlanadigan bo'lsanglar, ipini o'tkazishga ham qiynalmaysizlar. Bu joyda 1, 2, 3 qaytib tushgan holatimizda bu joyda 4-raqamni ko'ramiz. Hozir birinchi navbatda to'g'ri chok ko'rinishidagi chokini tikib ko'rsataman. Istalgan turdagi matoni qo'yamiz. Oddiy to'g'ri chok qilib foydalanaman desanglar, har doim sizlar uchun bu yerda ko'rsatilgan nuqtalar bor. Nuqtalarning to'g'risiga to'g'ri qo'yib olsanglar, mana misol uchun to'g'ri chokda A, zigzag choklarida S, nuqta zigzag chokdan foydalanaman desangiz D. Har bitta chok uchun bukvalardan foydalanilgan. Xuddi shu bukvalar bu joyga ham yozilgan. A ni ko'rayotgan bo'lsanglar to'g'ri chok, ikkita A qo'yilgan, bu to'g'ri chok ikkalasi ham. S, D, E, F, G, H, I, J. Bular har bittasi choklarni operatsiyasini belgilab chiqilgan. Endi sizlarda savol tug'ilishi mumkin. Bu tepadagi choklarni tikdik, lekin pastdagi choklarni qanaqa qilib tiksam bo'ladi degan savol tug'ilishi mumkin. Hozir buni ham tushuntirib o'taman. Xo'p, misol uchun oddiy to'g'ri chokda turibdi. Siz zigzagga yoki o'zingizga kerakli chokka belgilab oldingiz. F chokka mana shu avialog ko'rinishidagi chokini tikmoqchisiz. Bu joydan rubinlikka plusga qo'yib olsangiz, avtomatik bu qizil bardovidagi choklariga o'tadi. Hozir F ko'rinishidagi chokka bitta tikib ko'rsatib beraman. Ko'rayotgan bo'lsanglar, F ko'rinishidagi chokka tikdik. Bu yerda ham F da turibdi, bu yerda ham F ko'rinishidagi chok bilan bir xil chok chiqyapti. Faqatgina o'zgartirgan narsamiz rubinligimizni oddiy chokini yirik mayda qiladigan rubinlikdan
Plyusga olib kelib oldik, bo'ldi. Plyus mana shu nuqtani to'g'risida tursa, xuddi shunaqa mana bu past tarafdagi choklarini tikadi. Hozir yana bitta chokini ko'rsatib beraman. Xudo xolasa, menimcha hammaga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Xo'p, sizlarga ma'lumot tariqasida bitta narsani aytib ketishim kerak. Ko'rayotgan bo'lsanglar, bizda ninamiz lapkadan tepada turibdi. Sizlarda ham chokdan chokka o'tkazayotgan holatingizda xuddi shunaqa nina lapkadan tepada turishi kerak. Agar mana bunaqa holatda turganda sizlar chokini o'zgartiraman desanglar, ko'rayotgan bo'lsanglar, mana nina qiyshayapti yonga. Ahamiyat beradigan bo'lsanglar, mana nina qiyshayapti. O'shani hisobiga nina sinish ehtimoli, chok tashab qolish, keyingi ishingizda muammolar kelib chiqaradi. Shuning uchun har doim chokdan chokka o'tkazayotgan holatda ninamiz xuddi shunaqa turishi kerak. Lapkadan tepada. Bunaqa holatda mana bemalol o'tkazsanglar bo'ladi. Xohlagan chokka o'tkazsanglar ham hech qanaqa muammo tug'dirmaydi. Hozir G chokiga qo'yib oldim. Endi tikib bitta ko'rsatib beraman. Ko'rayotgan bo'lsanglar, choklari tekis va chiroyli chiqyapti. Sizlarni ham chokinglar shunaqa chiroyli tekis chiqishi uchun mana bu joyda ipini regirovka qiladigan rubilnik bor. Qancha bo'shatsanglar, tepaga ko'tarsanglar, nolga qo'ysanglar, ipni bo'sh qilib beradi. Qancha ko'p qotirsanglar, pastga qarab 8-9 gacha ipini qotirish imkoniyati bor. Ipni qalin yuqaligiga qarab, sizlar bu yerdan ipni regirovka qilib olsanglar, 3 yoki 4 ga qo'yasizlar. Odatda 3,5 4 da turadi. Shunda ko'p iplarda yaxshi tikadi. Sizlarni ham shunaqa chokinglar chiroyli chiqishi uchun shu joyga ahamiyatli bo'linglar. Har bir janomi tikuv mashinalarining komplektida xuddi shunaqa nabor chiqadi. Bu joyda bizga kerakligi ko'pincha ishlatadiganimiz xuddi shu lapkadan foydalanamiz petlali choklarda. Hozir buni mashinaga o'rnatib, petla tikishlarini ham ko'rsatib tushuntirib o'taman. Xo'p, ko'rayotgan bo'lsanglar, petla lapkamizda yon tarafida qizil chizuv poloskalar bor. Bu yerdan sizlar o'zingizlarga kerakli razmerni belgilab olasizlar. Xo'p, bir tomonini tikib keldinglar, kerakli razmerga kelib, misol uchun to'xtadinglar. Keyin bu joydan ko'rayotgan bo'lsanglar, 1, 2, 4, 3 belgilab qo'yilgan. Petla ochish uchun iminni shunaqa ko'rinishda foydalanasizlar. Xo'p, ikkinchi chokini tikamiz. Ikkinchi chokini tikib olganimizdan keyin ninani tepaga ko'tarib olgan holatda 3 ga qo'yib olib, obratno tikib ketamiz. Xo'p, oxiriga kelganda 4 ga qaytarib, oxirini zakrepka qilib qo'yamiz petlamizni. Hozir sizlarga tayyor petlamizni chokini ko'rsataman. Ko'rayotgan bo'lsanglar, petla chokimiz tayyor. Videomiz manfaatli bo'ldi degan umiddaman. Videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar.